Endi o'lishga ham qo'ymaydi. Ha, dugonalarimga o'laman deb qo'yganman. Bu kishi bo'lsa asabimni buzar. Nima bu? Nimasan sen? Asallarim, shakarlarim. Danu, onasini emsan. Boyman. Tinchlikmi xotin? Nimaga? Tinchlik? Ketish oldi sal ko'pmasmi u? Ha, endi kerakli yukni og'ir yo'q deyshadi-ku. Bahonalaringiz ham ko'p-da sizda xotinjon. Men o'ylab qoldim-da. Yana 1-2 yil yashasammikin? Ha, bu dugonalaringga nima deysan? Erim o'lgani qo'ymadi deyman. Hayron qolaman-da. Mana shunday gaplar ayollarning kallasiga qanday kelarkin, ha? Normalniy keladi. Shunchaki yelkalarni bo'sh qo'yish kerak. Xotin, o'sha gap. Bu miya emas, qarg'a cho'qalagan yong'oq.